Assalomu alaykum hurmatli uchko'prikliklar va tumanimizning mehmonlari. Farg'ona viloyatida huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatlarni barvaqt oldini olish ishlari huquqni muhofaza qiluvchi organlar va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda davom ettirilmoqda. Uchko'prik tumanida ham hamkor tashkilotlar bilan birgalikda muhtaram Prezidentimizning 3-yanvar 2025-yildagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi sonli qarorga asosan bir qator ishlar amalga oshirildi. Lekin 2025-yilning 3 oy davomida tuman hududida 90 ta jinoyat sodir etilgan bo'lib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan jinoyatlar salmog'i oshib ketishiga yo'l qo'yilgan. Sodir etilgan jinoyatlar tahlil qilinganda, jinoyatlarning asosiy qismini tan jarohatini yetkazish, kiber jinoyatlar, o'g'irlik va firibgarlik jinoyatlari tashkil qilingan. Olib borilgan profilaktik tadbirlar natijasida tumandagi 52 ta mahalladan 32 tasida, ya'ni 61,5% jinoyat sodir etilmagan. Lekin qolgan 20 ta mahallada turli xil jinoyatlar sodir etishiga yo'l qo'yilgan. Tumandagi Uchko'prik, Beshkapa, Olmurod mahalla fuqarolari yig'inlarida badanga qasddan og'ir tan jarohati yetkazish jinoyatlari sodir etildi. Sodir etilgan jinoyatlar sabablari o'rganilganda fuqarolar arzimagan sabablar orqali janjallashib, jinoyat sodir etishganligi aniqlangan. Misol uchun, Rahmatjon ismli shaxs 2025-yil 16-fevral kuni soat 10:30 larda Uchko'prik tumani Olmurod mahalla fuqarolar yig'ini, Olmurod qishlog'i, Yangibod ko'chasida joylashgan tomorqa yer maydonida Mirjalol ismli mahalladoshi bilan uning tomorqasidagi arzimagan kelishmovchilik sababli o'zaro janjallashib, janjal davomida Rahmatjon qo'lda bo'lgan oshxona pichog'i bilan Mirjalolni chap ko'krak sohasiga qasddan bir marta urib, og'ir tan jarohati yetkazgan. Hurmatli fuqarolar, tumanimiz hududida turli jismlar bilan bog'liq sodir etilayotgan tan jarohatlari kundan kunga ko'payib bormoqda. Ayniqsa yoshlarimiz tomonidan turli tig'li jismlar olib yurilib, o'zlari oqibatini bilmagan holda jinoyat sodir etish holatlari ko'paygan. Eslatib o'taman, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 185-moddasida sovuq qurolni yoki sovuq qurol sifatida foydalanishi mumkin bo'lgan ashyolarni olib yurganlik uchun ham javobgarlik belgilangan. Fuqarolar o'rtasida tumanimizdagi umumta'lim maktablaridagi o'quvchi yoshlarimiz o'rtasida tuman ichki ishlar bo'limi, yo'l harakati xavfsizligi guruh xodimlari tomonidan bir qancha targ'ibot ishlarini olib borishiga qaramasdan, haydovchilarimiz tomonidan yo'l harakati qoidalariga amal qilmaslik, hujjatsiz hamda mast holatda avtomashina boshqarish, avtomashina boshqarishga vakolati bo'lmagan fuqarolarga, yoshlarga avtomashinalarni berish holatlari ko'payib bormoqda. Natijada 2025-yil 3 oy davomida tumanda bitta o'lim bilan bog'liq, 6 o'lim bilan bog'liq bo'lmagan yo'l transport hodisalari sodir etildi. Bundan tashqari, tumanimizda kiber jinoyatlarni oldini olish maqsadida 52 ta mahallalarda yig'ilishlar, mahalla gruppalarida targ'ibotlar, fuqarolarimizga bukletlar tarqatilishiga qaramasdan, fuqarolarimiz tomonidan kiber jinoyatlar qurboniga aylanib qolish holatlari ko'payib, 97 million so'mdan ortiq zarar yetkazilgan. Hurmatli fuqarolar, azaldan ota-bobolarimiz o'zaro bir-biriga hurmat, jahl chiqqanda o'zini bosa olishlik, kattaga hurmat, kichikka izzat, birovning mulkiga ko'z oylatirmaslik kabi oliy xislatlari bilan hammaga o'rnak bo'lib kelishgan. Sizlardan ham ushbu qoidalarga amal qilgan holda, yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, jinoyatlar va huquqbuzarliklar sodir etmaslik, yo'l harakati qoidalariga amal qilish, o'zaro moddiy qiymatga ega bo'lgan munosabatlarni notarial tartibda rasmiylashtirish, tarkibida giyohvand moddalar bo'lgan o'simliklarni yetishtirmaslik, saqlash, olib yurmaslik, mol-mulklaringga qarovsiz, nazoratsiz qoldirmaslik, plastik karta kod raqamlarini begona shaxslarga bermaslik, turli ijtimoiy tarmoqlarda kelgan ilovalarni qabul qilmaslik, ilovalarni tasdiqlamaslik, turli diniy mazmundagi materiallarni tarqatmaslik, avtomashinalarni qarovsiz ochiq holda qoldirmasliklaringni so'rab qolaman. Hurmatli fuqarolar, atrofda bo'layotgan har qanday voqea va hodisaga befarq munosabatda bo'lmang. Ogoh va hushyor bo'ling. E'tibor uchun rahmat.